Bizning har qaysimiz salatli. Lekin har qaysimizda o'z salatin ko'rami? Men salatli deb o'zini ishondira olaman. Shul salatin o'stiruvchi nida bo'lsa ishlaymi? Sening xayoling bor. Balki tugal maqsading da bordir. Ol maqsadga erishuv qiyin bo'lib tuyular. Ol shinga oshmaslik xayol. Tek sen o'zingning durust yo'lda bo'lishingni sezimlisan. Bir odim yasaysan, ikkinchisin. Abonasin, tag'in turib bosasin, ham bir odimdan yana yig'alasin. Senga qo'rqinish. Sen bu ishingni borib chiqmas deb shiklanasan. Boshqalar uni yaxshiroq boshqaradi deb o'zingni ishontirasan. Sening kuching yetmas deb qo'rqasan. Ham oqlanib o'zi boshlaysan. Bo'ldira olgan shashlaring yoki qiyinliklar kelib chiqdi, yoki vaqt yetmadi. Senga tugal bor kishida qo'rqa. Har qaysimiz o'ttirirman deb burchila. Lekin ishlaringga ishonib qaraganlar g'ina jinga. Ishga tavushingni tingla. Sezimlawingga ishon. Ol senga durust yo'lni ko'rsatar. Ni bilan gina shug'ullanuing muhim tugul, senga narsa ishauda muhim tugul. Aql kuchingni qo'llan. Yoki tan kuchingni. O'z yo'lingni so'z bilan dalilla. Yoki so'zsiz. Dunyoni giz, esa tomirlaringni borla. Salatingni ko'rsatish uchun har mumkinlikni qo'llan. Shig'ish yasa, yangi gadjet o'ylab top, shir yoz. Har qaysining da keragi shigar. O'zingni o'stir, ham boshqalarga senga yordam etarlik mumkinlik ber. Ham do'stlaring har shaq yordam etarlar. Ham o'ngishga erishib, xayollaring shunga osha boshlag'ach, sen o'z salatingni ko'ra biluv nechik muhim bo'lgan. Shunga ishonuv ne qadar muhim bo'lgan. Ona o'stiruv ne darajada muhim bo'lganini anglarsan. Salat mumkinliklar muhiti.